Insonlar otasining o'limini mulkidan ko'ra tezroq unutadi. Insoniyat bu egoistik mavjudot, har doim o'zini o'ylaydi. Hukmdorlar ularga yaxshi ko'rinaman deb qancha o'zini ko'rsatgani sari odamlar baribir norozi bo'lishda davom etadi. Hayot bu shafqatsiz o'yin. Unda ba'zida o'z maqsadlaringizga erishish uchun eng yaqinlaringizni ham qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Siyosat maydonida esa ideal va oliyjanob bo'lish ham har doim ham ish bermaydi. Hukmdorlar nafaqat kuchli, balki ayyor va makkor ham bo'lishi shart. Xalqning sevgisidan ko'ra uning qo'rquvini qozonish muhimroq. Chunki sevgi o'zgaruvchan, qo'rquv esa doimiy. Shuningdek, adolat bu faqat kuchlilarning qoidasi. Va vatanparvarlik bu ko'pincha shaxsiy manfaatlarning yashirish uchun niqob. Hukmdorlar har doim so'zida turishi shart emas. Agar bu uning manfaatlariga zid bo'lsa, esingizda bo'lsin, bu ko'rsatmalar Makiavelli kitobidagi ogohlantirish va siyosatning qorong'u tomonlariga ishora. Tarix va siyosatni birga o'rganamiz. Bizga obuna bo'ling.